Shunaqasan sen ko'zingni katta ochib qaramaysan, e'tibor qilmaysan. Xayoling qayerda? Voy, xayolim qayerda bo'lardi, ishda. Bunaqa dovdiramagin, erga berib yuboraman bunaqa qilsang. Kimga erga berasiz? Ha, nomzodlar ko'p-ku. Sizda kasi yo'q-de. Bo'pti Dilnoz, hali telefon qilib yuboraman. Telefon qilib yuborarsan agar ishing chiqib qolsa. Bo'pti. Adasi? Kimga erga beryapsiz? Ishxonada qizlar hujjatlarda ozgina xatolik bo'lgan ekan, o'shani tashashibdi. Yaxshi. Nechun ishga keldingiz? Men ishga qabul qilindim shekilli. Shu yoningizda ishlamasam iplaringiz uzilib ketarkan-da. Shu Dilnoz bilan orangizda nimadir bor-da. Men xalaqit beryapman, ha? Bo'pti, ketdim. Barno jinnimisan? Ha, jinniman. Bu qiz meni aniq bir infarktmi, insultmi qiladi. Meni pulim yo'q uyga ketishga. Peshkom ketaman. Siz bo'lsa Dilnoz bilan gaplashib o'tiravering.